ifloslanib ketdi endi Andijonda. Shunaqa kasallar ko'payib ketdi. Oxir-oqibat ekologiyamiz jar yoqqasiga kelib qoldi. Bilmayman, mashina ko'payganiga bo'lyaptimi yo o'zlashtirib virusdan qoldimi? Hayronman. Havo tarkibida chang massalari mo'tadil ushlanib turibdi. O'zim ham yaqinda gripp bo'lib, yaqinda tuzaldim. Anchaylar og'ir kelyapti gripp. Shu odamlar ham bir narsalar tashlaydi-da, tashamasa yaxshi bo'lardi. Hamma birlashib qilish kerak-da, kurashish kerak buning uchun. Azal-azaldan vodiy o'zining so'lim havosi, chiroyli bog'lari bilan boshqa viloyatlarga o'rnak bo'lib kelgan. Lekin bir oydan buyon Farg'ona, Namangan va Andijonda ham havo sifati buzilgan. Kasalliklar ancha ko'payib ketgan. Tinmay daraxtlar kesildi. Zavod, fabrikalar ko'payib havoni ifloslantirishda davom etmoqda. Oxir-oqibat ekologiyamiz jar yoqqasiga kelib qoldi. Mushtum andijonlik fuqarolar fikr bilan qiziqib, havo sifatini yaxshilash uchun nima qilish lozim deya odamlarga mikrofon tutdi. Yomg'ir yog'sa qaniydi o'lim, yog'ib bersa hamma yoq tozalanib qolar edi, gripplar yo'qolar edi. Endi farzandlar, nevaralar o'rtasida qanaqa? Bo'lyapti, gripp bo'lyapti, o'zimda bo'lyapti gripp. Baribir yozilmayapman grippdan. Havo sifatini yaxshilash uchun qanaqa taklif bergan bo'lardingiz? Endi qanaqa taklif bergan bo'lardim? Bunga suv sepgani bilan ham baribir Alloh osmondan yog'ib bermasa qiyin. Baribir eplolmaydi. Hamma yo'q katta yer, eplanish qiyin. Alloh yomg'iridan bersin. Ana endi hamma o'zini o'zi anaqa atrofini tozalab, chiroyli qilib o'tirish kerak-da. Changitish kerak emas. Mana turpoqlar hamma yo'q turpoq bo'lyapti. Shular tozayotgandir ehtimol deb o'ylayman-da. Shu odamlar ham bir narsalar tashlaydi-da, tashamasa yaxshi bo'lardi. Hamma birgalikda kurashish kerak shu. Uyda kasalliklar ham bo'lib turibdimi? Ha, gripp bo'lib o'tdik hammamiz. Yengil bo'ldik, rahmat, hamma yaxshi. Shu Andijonda havo sifatini yaxshilash uchun qanaqa taklif bergan bo'lardingiz? Endi hamma birlashib qilish kerak-da, kurashish kerak buning uchun. Ammo ko'ryapsiz, hamma yo'q chang bo'lyapti-ku. Uyda gripplar ham bo'lyapti shu ortda. Gripp bo'lyapti, hamma gripp. Gripp ko'p. Siz o'zingiz qanaqa taklif bergan bo'lardingiz havo sifatini yaxshilash bo'yicha? Men bilmadim endi, odamlar bor, boshqalar hal qilar. Bolalarga quruq istimalar kiryapti hozir. Ko'p istima bo'lyapti. Mana ko'pchilik banisada yotibdi. Shu endi biz tarafdorimiz pokizalik bo'lsa, chang bo'lmasa shu yaxshi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bir daqiqa mumkinmi? Andijonda mana havo sifati ancha ifloslanib ketdi. Shunga fikringiz qanaqa? Fikrimmi? Fikrim yo'q. Ifloslangan yo'q unchalik toshkanchalik. Menga bilingan yo'q lekin. Uyda gripplar ham bo'lyaptimi shu? Ha, bo'lyapti. O'zim ham yaqinda gripp bo'lib, yaqinda tuzaldim. Anchaylar og'ir kelyapti gripp. Andijonda havo sifatini yaxshilash uchun qanaqa taklif bergan bo'lardingiz? Taklif? Bilmadim. Ko'p yerda eshityapman. Qanaqa havoni tozalash yo'llarini chiqaryapti ekan. Zavod fabrikalarni tashqariga olib chiqyapti ekan. Shuda endi boshqa. Ifloslanib ketdi endi Andijonda. Shunaqa kasallar ko'payib ketdi. Endi kim biladi endi? O'zingiz xonadoningizda ham bo'lyapti, kuzatilyaptimi kasallik? Ha, bo'lyapti. Bitta bolam banisada hozir. Endi ikkita bolam yaxshi bo'lib qoldi, Xudoga shukr. Havolar tozalanib qolsa, yana ham yaxshi bo'lib ketadi. Andijonda havo sifatini yaxshilash uchun qanaqa taklif bergan bo'lardingiz? Endi kim bilan yomg'irlar yog'vorsa yaxshi edi, havolar ayni qorlar, yomg'irlar yog'vorsa yaxshi edi, kasallardan olib ketar edi. Juda havomiz ifloslanib ketdi. Tozalash bo'yicha chora ko'rib ko'rilsa yaxshi bo'lardi. Ko'pchilik kasal bo'lyapti. Go'rchiligini gapirdi. Yo'q, anaqa uyda kasallar ham bormi? Ha, albatta. O'zi ham kasal. O'zim ham og'riyapman hozir. Havo sifatini yaxshilash uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz Andijondagi?
Bilmayman, mashina ko'payganiga bo'lyaptimi yo o'zlari shunaqa viruslar qoldimi? Hayronman. Nima narsa qilib to'g'rilab, tozalab. Endi yomg'ir yog'ib o'tib ketadi deyishyapti ko'pchilik. Ajoyib emas. Xudodan so'raymiz endi. Rahmat. Andijon havosining ifloslanishi deyarli 2 oydan buyon davom etmoqda. Tarmoqlarda tarqalgan mana bu kadrlar esa juda ayanchli. Afsuski, Andijon havo iflosligi bo'yicha oldi o'rinlarda, ya'ni hozirda respublikamizda birinchi o'rinda ketmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligi havodagi yuqori darajadagi changlik va mavsumiy o'rvi sababli ko'chada va odam ko'p joylarda niqob taqib yurishni tavsiya etmoqda. Fuqarolar orasida davosi 1-2 oyga cho'zilgan gripp va yo'tal holatlari ham avj olgan. O'zim ham yaqinda gripp bo'lib, yaqinda tuzaldim. Ancha yillar og'ir kelyapti gripp. Ko'p isitma bo'lyapti. Mana ko'pchilik banisada yotibdi. Bu ham albatta changlik darajasi yuqori ekanligi bilan bog'liq. Mushtum muxbiri Andijon viloyati gidrometeorologiya markazida bo'lib mas'ullardan izoh oldi. Ayni damda Andijon viloyatida havo harorati o'zgarmayapti. Shu sababli inversiya jarayoni kuzatilmoqda. Avval rahbarimiz ta'kidlagandek, inversiya jarayoni asosan havo o'zgarmaganligi sababli ushlanib turiladi. Inversiya jarayoni o'zgarishi uchun qachonki havo barqaror holatga kelganda asta-sekin inversiya jarayoni kamayib boradi. Havo tarkibida chang massalari mo'tadil ushlanib turibdi. Andijon viloyati gidrometeorologiya markazimizda atmosfera havosini ifloslanish monitoring avtomatik stansiyamiz o'rnatilgan. Zamin fondi ko'magida bu avtomatik stansiyamiz asosan 6 ta moddalar bo'yicha uzluksiz ravishda ish olib boradi, inson omillarisiz, hamda bunda 5 ta gaz analizatorlari hamda 1 dona chang o'lchaydigan analizatorlar mavjud. Hozirda atmosfera havosini ifloslanish monitoring avtomatik stansiyasi Hariba deb nomlangan stansiyamizda turibmiz. Bu yerda asosan 6 xil moddalar bo'yicha biz inson omillarsiz ma'lumotlarga ega bo'lamiz, ya'ni havo tarkibidagi konsentratsiyalarni uzluksiz ravishda namoyon qilib beradigan apparat. Bu stansiyamiz integratsiya qilingan hamda bundagi ma'lumotlar, olinayotgan ma'lumotlar har 10 minutda yangilanadi hamda Meteo.uz saytiga yuklatiladi. Bundan tashqari AQR saytida ham ko'rishimiz mumkin ma'lumotlarni. Bu yerda asosan chang disperz zarrachalari mavjud. 4 xil chang disperz zarrachalari diametriga qarab 4 xilga bo'linadi. Bundan tashqari uglerod oksidi, atmosfera havosi tarkibidagi azon moddalarini konsentratsiyalarini ko'rishimiz mumkin. Viloyatda havo sifatini yaxshilash maqsadida shtablar tuzilib, tungi reyd tadbirlari, tadbirkorlik obyektlarini o'rganish ishlari olib borilmoqda. Undan tashqari daraxtlarga maxsus mashinalarda suv ham sepilmoqda. Ishlab chiqarish zavodlari ochiqchasiga atrof muhitni buzyapti. Mushtum Shahrixonda joylashgan Vahim mahallasidagi murojaat misolida ushbu muammoni ko'rsatgan edi. Hozir biz murojaat qilsak aytayaptiki, mana nimalarni, domlarni ham kanalizatsiyasi shunga tashlanar ekan. Mana pramzona tushgan hammasi, mana chachiq sex bor, kalbasa sex bor, pishiriq bor, hammaniki, ay maloshniylarniki, maloshni egalasa ko'p bordik. Maloshning odami quloq solmadi. Maloshning kalorizatsiya tozalab filtrlaydigan narsasi yo'q. Mana shu necha marta borsak ham odam kelib, mana hojilarga borganman, boshqa qilganman deb tonib, mashina tashlayapti. Mana hozir ko'rdingizmi? Hozir abitdan kelib ko'rsangiz qizaradi bu suv. Bir pasdan ko'rsangiz oqaradi, yashil bo'ladi, har xil turga kiradi bu suv. Bu ham xalqqa kelgan to'y. Mana shu pallada barchamiz bir yoqqadan bosh chiqarib, ekologiyamizni birgalikda asrashimiz zarur. Bunga har bir fuqaro mas'uldir. Mushtum uchun maxsus jurnalning muxbiri Ozodbek Sharobiddinov tayyorladi.